Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bir akamizni 12 stok sotiladigan yerlari bor ekan. O'zlari syomka qilib menga tashlab berdilar. Men montaj qilib sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Ekranlaringizda ko'rib turgan 12 stok yer sotilyapti, suvlik. Hozirda beda ekilgan. Manzilni tushuntirsam, manzil Uzun tumani Qizilg'uncha mahallasida. Qizilg'uncha mahallasi qayerda deb qiziqayotganlarga Uzun sentrdan Yangi-Kuch bolnitsasi bor. Shu tomondan kelishda o'tgandan keyin Yangi-Kuch sentr bolnitsasida Shahrina mahallasi bor. Yana o'tgandan keyin Qoratog' daryosi bor, ya'ni Jonchakka povorotiga yetmasdan. O'sha Qoratog' daryosining oldidan o'ngdan burilib ketadi. Shu mahallaning ichida joylashgan shu yerimiz sotilyapti. 12 stok. Narxiga kelsak, $2100 bermaganlar. Undan ko'tarsalar sotaman deyaptilar. 2 kishi ham bo'lib olsa bo'ladi. Masalan, kimdir 6 stok, kimdir yo 5 yo 7 stok qilib olsalar ham bo'ladi. Yoki qanaqadir taklif bo'lsa, akaning ustiga variantlaringiz bo'lsa, telefon raqam ekranlaringizda. Shu akaga telefon qilib, yaxshilab o'zlaringiz takliflaringizni yo maslahatlaringizni berishlaringiz mumkin. Pastki tomonida hozir ko'rasizlar, mana videoni men ko'rganimda aytayapman. Pastki tomonda daryo joylashgan. Yer yaxshi joylardan ekan. Ikki tomonda qo'shnilarning uylari bor. Qurilish qilsa ham bo'ladi, xullas. Dokumentlari joyida. Kimda yana tushunmovchilik yo savollar bo'lsa, telefon raqami ekranlaringizda telefon qilib aka bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yana xudo xolasa sotiladigan uylar chiqsa yo yerlar chiqsa, tashlab berishsa, montaj qilib qo'ldan kelgancha sizlarga tushuntirishga harakat qilamiz.